Albatta mana shunaqangi hazil-huzullarga nima yetsin, ertalabdan a'lo kayfiyat ulashadi va bizni endigina tomosha qilib boshlagan qadrdonlarimizga assalomu alaykum deymiz. Kuningiz xayrli bo'lsin va bizdan yiroqlashmang. Bugun kutilmagan voqealar, kutilmagan tilaklar, kutilmagan suhbatlar tashkil etilib borilaveradi va asosiysi sizga yaxshi kayfiyat ulashmoqchimiz. Xuddi shunday azizlar, bizning studiyamizga allaqachon mehmonlarimiz kelishgan. Men ularni hozir tanishtirib o'tmoqchiman. Sariosiyo tumani 28-maktab o'qituvchilari Qurbonova Nasiba opa hamda Bibi Rajab opa Qurbonovalar kelishgan. Assalomu alaykum. Rahmat, salomat. Demak, 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami yaqin. Ayniqsa ustozlar bu bayramni o'zgacha kayfiyatda kutishadi. Chunki o'zlari yaratgan bog'ning mevalarini, tilaklarini, chiroyli bir so'zlarini eshitgisi kelaveradi. Nasiba opa, to'g'rimi? Xo'p, 8-mart sizga qanday bayram? Siz uchun 8-mart bu xalqaro bayram. O'zbekistonimiz mana shunday shukuhli bayramni nishonlamoqda. Tinchlikda, omonlikda, sog'likda. Albatta. Ushbu bayram bilan men avvalo barcha shogirdlarimni birinchi navbatda shogirdlarimni, nuroniy onaxonlarimizni, dilbar saranjom sarishta ayollarimizni hamda munis dilbar qizlarim, ilfatli qizlarimizni bayram bilan tabriklayman. Ularga sog'lik, omonlik, qariyalarimizga uzoq umr, yoshlarimizga porloq kelajak tilayman. Nimaiki niyatlari bo'lsa, yanagi yilda amalga oshishini istayman. Barchalaringizni ushbu bayram bilan qutlab qolaman. Yashay. Xo'sh, yana Qurbonova borlar bizda. Albatta, Qurbonova. Opa-singilmisizlar shunda Qurbonova deb tanishtirdik. Yo, ovsinmisizlar? Familiyadoshimiz. Hamkasblarmi? Hamkasblarimiz. Bo'lishi mumkin. Sizda kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar. Siz qaysi fan o'qituvchisiz? Men nemis tili o'qituvchisiman. Nemis tili. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Guten Tag. Wir heirlashib birdan. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Ich heiße Farhod. Wie ist deine Familie? Unchasini bilmadim. Familiya Samatov. Familie. Meine Familie ist? Meine Familie ist Samatov. Samat. Dankeschön. Dankeschön. Zo'r. Xush kelibsiz. Nima bo'ladi? Willkommen. Willkommen. O'rganing, hamma tilni o'rganing, mana kelganlar bilan muloqot. Yo'q, men nemis tilini bilardim, hozir hayol nima deydi? Baribir muloqot bo'lmagandan keyin odam unutadi. Odam Albatta. Xo'p, Nasiba, biz qaysi fan o'qituvchisi bo'lasiz? Rus tili o'qituvchisiman. Rus tili. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Добро пожаловать. Baribir mana shu til o'qituvchilari juda ham, ayniqsa xorijiy til o'qituvchilari juda ham qadrdon insonlar bo'lishadi-da. To'g'ri aytasiz. Mana shu yerga bitta ingliz tili o'qituvchi yetishmayapti-da. Yo, men ingliz tili o'qituvchiman hozir. O'zim o'tirib olaman-da. Xo'sh. Bittangiz ingliz tilida, endi bittangiz nemis Good tilida, morning, rus tilida. Aziza. How are you? How are you? I'm fine, thank you. Xo'p. Xo'sh. Demak, necha yil umringiz o'tdi maktabda? Maktabda 45 yil ishladim. Mutaxassis nemis tili o'qituvchisi bo'lib. Yaxshi o'quvchilarim barcha javoharlarda yaxshi o'zlarini o'rinlarini olganlar. Rektor ham bor, dekani ham bor, shifokori ham bor. Hozirda nafaqadasiz-da? Juda ham ko'p tillarni biladigan bolalarim bor. Arab tillarini biladigan bolalarim bor. Nemis tilida mukammal bir nechtasi oliy ma'lumotli bo'lib keldi. Yonimda birga ishladik. Men ularga yordam berdim, ular menga yordam berdi. Hozirgi kunda ular bizlarni juda ham yaxshi qadrlamoqda. Yashay. Nechta shogird tayyorlab, tashlab ketdingiz maktabga? Shogird endi ochiqni aytsam, yilida ming o'quvchi dars berardim. Xuddi sizga havas qilib, nemis tili yo'nalishini tanlab o'qiganlar bo'ldimi? Aytyapman-ku. Bir nechtasi mendan dars olib, oliy ma'lumotli yashay. Oliy ma'lumotdan tashqari qizil diplomlar bilan bitirib kelishdi nemis tilini. Zo'r. Hozirgi kunda ular maktabda bizlarning joylarimizga ishlab o'z o'rinlarini ko'rsatmoqdalar va nechta bolalarni ular ham olimpiadada musobaqalarda chiqarmoqdalar. Faxrlanib so'zlayaptilar-da o'quvchilarining yutuqlari haqida, muvaffaqiyatlari haqida. O'qituvchi uchun bundan katta baxt bo'lmasa kerak aslida. Baxt shuki, mana shu bizlarni 35 yilligimiz chaqirib Sariosiyo rayoniga nishonlab berdilar.
Hozir ham ishlayapsizmi? Yo'q, hozir ishlamayapman, joy yo'q. Joy. Ishlaysizmi joy bo'lsa? Bor. Joy berish kerak. Ha. Joy berish kerak to'g'risida. Men o'rgataman. Uyda ham kimgadir o'rgatyapsizmi? Tilni o'rgatish uchun faqat tilni muloqotni bilsa bo'ldi. Mana shu kunlik hayotda kerakli so'zlar bor-ku, oziq-ovqat, kiyinish, yurish, ana shu so'zlarni bilsa, har qanday davlatda borib o'z o'rnini topa oladi. To'g'ri aytasiz. Albatta, masalan biz har 2 soatni birida buxgalterni eslab turamiz. Buxgalter so'zi bu nemischa so'z. Bu kitob, hisoblamoq, o'sha hisob kitob, hisobchi. Kompyuterni kim tashkil qilgan? Butun kerakli eng yaxshi texnikalarni Germaniya Germaniyada. tashkil qildi. Bugun mana fortishka deymiz. Fortishka so'zi nemischa so'z. Hamma aytadiki, bu ruscha so'z bo'lsa kerak deydi. Yo, lekin shunur so'zi, shunur, ha? Shunur, shu ulaylik shunurlarni bir-biriga deymiz. Masalan, nutqimizda faol bo'lib ketgan so'zda, bu ham nemischa so'zmi? Nemischa so'z. Ya'ni nemis tiliga oid bo'lgan so'z hisoblanadi. Ya'ni nemis tilidan olinma bo'lgan so'zlar bizda juda ham ko'p. Sanab o'taversak-da. Endi rus tilini aytmasa ham bo'ladi. Ayniqsa juda ham ko'p texnikaga e'tibor Oy. berilgan Germaniya. Ha. Angliyaga qaraganda Germaniya juda ham ko'p e'tibor bergan. German texnologiyasi bo'yicha yaratilgan, kirib kelgan terminlarimizni ko'pi nemis tiliga xos bo'ladi. Ko'pchilik bilmaydi yoki rus tilidan yoki boshqadan deb o'ylaydi, lekin aslida etimologiyasiga qaraydigan bo'lsangiz nemis tilidan paydo Nemis tilidan olingan bo'ladi. Xo'p, Nasib opa, bizda hozir bir chiroyli video bor, rolik. Sizni bog'ingiz, sizlarni bog'ingiz katta ekanligini, u meva berayotganini his etdik. Deylik, maktabdan shogirdlar shunchaki ketishadi yoki shunchaki unutiladi-da maktab yillari, sinfdoshlar bir-birini eslashi mumkin. Ustozlarni ha deganda eslayvermaymiz, to'g'risida. Lekin sizlarni shogirdlaringiz sizlarni eslab, sizlarni tabriklab, sizlar uchun bir kutilmagan, nima deydi? Taklif qilib, o'ziga xos bir yondashuv bilan tabriklashmoqchi. O'tirish uyushtirib berishdi bizlarga. Hamma o'quvchilarimiz, o'qituvchilarni chaqirgan. Voy. Afsuski, juda ko'pini tanimadik. Ha, shuncha yil o'tib O'zgarish. ketganda. Oradan 35 yil vaqt o'tgan. Qarang. 35 yildan keyin biz o'z shogirdlarimiz bilan uchrashdik. Bu bilasizmi, bir boshqacha hayajon, boshqacha tasavvur, tasvirlab bo'lmaydigan holatda. To'g'ri. Sizlar Shunchalik emotsiyadamizki, hatto bir-birimizni tanimagan voqealar ham bo'ldi, qiziqarli-da. Zulfiya xonimning aytadi-ku, bitta gaplari bor. Men o'tgan umrga achinmay qo'ydim deb. Demak, o'tgan umringizga achinmadingizmi? Yo'q, aslo achinmadim. Chunki shunaqa kamtarona mehnatimizni shogirdlarimiz shunchalik yuksak qadrlab bizni unutmadimi? Demak, biz ularning qalbida nimadir qoldirdik. Biz nimagadir erishdik. Mehnatimiz o'g'il ketmadi. Vaqtimiz bekor ketmadi. Mana shundan xursand bo'ldik. Haqiqatan ham bizni Masalan, esga olishdi. yetishtirgan ustozlarim mingdan oshiq o'quvchilarim, shogirdlarim. Men aslida boshlang'ich ta'lim metodikasi fakultetining rus klassifikatsiya bo'limini tugatganman Toshkentda. Lekin o'sha davrda qiyinchilik vaqtlarida ko'proq rus tiliga dars berildi hamda e'tibor berildi. Boshlang'ich sinfni ham tashlab qo'ymaganman. Boshlang'ich sinflar bo'yicha ham o'z faoliyatimni yuritganman. O'sha birinchi qaldirg'ochlarim ayniqsa meni shunday kutib olishganda men nima ta'riflashga so'z topolmay qoldim, to'g'risi. Ularning qalbida juda ko'p yoshligidan o'qituvchilik kasbiga muhabbatni uyg'otgan ekanman. Hozirgi davrda 35-40 nafar o'quvchim o'qituvchi bo'lib ishlamoqda. Bundan tashqari yuqori lavozimlarda, hatto vazirlikda ham ishlaydigan shogirdlarimiz bor. Albatta. Toshkent shahridan kelishdi. Nima deydi? Viloyatimizning hamma rayonlaridan respublikamizni tashrif buyurishdi. Albatta. Buni o'zi biz uchun juda katta sharaf. Men ularga doimo sihat, salomatlik tilayman. Ularni keyingi ishlarda muvaffaqiyat tilayman. Albatta. Hech qachon mehnatlarimizni zoya ketmaganligini shu yerda biz guvohi bo'ldik. Yashang. Ularni yana bir bor tabriklayman, oilalarni, ayniqsa qizlarimizni, shogirdlarimizni, munis qizlarimizni. Hozirgi vaqtda ular anchagina ulg'ayishgan onalarni, barchalarini tabriklayman. Bizni unutmaganlari uchun tashakkur bildiraman hammalariga. Baxt tilayman. Mana shunday osmonimiz doimo musaffo bo'lsin. Biz mana shunday chiroyli
O'zbekistonimizda yashayotganimiz bu bizning faxrimiz. Albatta. Aytishadi-ku. Bunday Aytishadi. baxtga Nasib opa. erishish hammaga ham To'g'ri nasib aytasiz. qilsin. Rahmat. Aytadi-ku, agarda deydi o'qituvchi deydi shoirlar aytadi. Murg'ak qalbga to'g'ri qo'yishni o'rgatgan bo'lsang narvon, keyinchalik hech ham bo'lmaysan sarson deydilarda. Ya'ni o'qituvchi ham sarson bo'lmaydi, o'quvchi ham sarson bo'lmaydi. Narvonning yo'li aniqda qayerga borishi. Narvon maqsadi bor joyga qo'yiladi. Albatta. Hech qachon narvon shunchaki ishlatilmaydi-da. Demak, maqsad tepaga chiqishmi xuddi shu joyga borib qo'yiladi. Demak, videoni tomosha qilamiz, nimani kutyapmiz? Menga Bilmadim, qarang, to'g'risi. qaranglar, tashkil qilgan kishilarga to'xtaylik. tashakkur Hozir bir bildiramiz. ko'rib olamiz, keyin tashakkurlar aytamiz. ha? Rostdan. Marhamat. Azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido ayoldir u orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo ayoldir u yo'g'iga ham ko'nib ketgan ro'zg'orini mahkam tutgan ayoldir u o'zi yetmay murodiga farzandidan umid kutgan ayoldir u ayol aziz muqaddasdir nozik xilqat hech shubhasiz ona zamin kabidir siz ham ulug'siz ham aziz ayol aziz muqaddas ayol aziz muqaddasdir olam ichra olamdir siz onam qizim jonim opam yorimdir siz yo singlimsiz ayol aziz muqaddas ayol mingta tashvish o'yi bor yuragini kuydirgan shirin xayollarga emas hasratga to'ydirgan axir u xokisor ayol bag'ri yonib tursa-da farzandlarin kuldirgan issiq tandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan axir u beg'ubor ayol aziz muqaddasdir nozik xilqat hech shubhasiz ona zamin kabidir siz ham ulug'siz ham aziz ayol aziz muqaddas ayol aziz muqaddasdir olam ichra olamdir siz onam qizim jonim opam yorimdir siz yo singlimsiz ayol aziz muqaddas ayol azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido ayoldir u orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo ayoldir u Ofarin. Ajoyib. Ustozini e'zozlagan, ustozini ardoqlagan shogirdlar bor bo'lsin, ular soni ko'payaversin. Chunki bugun ustozlarga har xil munosabatda bo'layotgan yoshlarni ko'rib, mana bu ibrat deb aytsak bo'ladi-da, to'g'risida. Ustoz To'g'ri, qadrini saboqlar. bitirib ketgandan keyin ham his qilishib, qarang, ularni bir joyga yig'ib, hamma sinfdoshlarni yig'gan. Endi mana eslasak bo'ladi. Kimlarga rahmat aytsak bo'ladi. Endi mana shu bayramni tashkil qilgan o'quvchimiz Mustafaqulov Sherali, Saidov Abdurashidjon hojiga, barcha yana qolgan o'quvchilarga rahmatnomani bildiramiz va tashakkur. Ularga sihat, salomatlik, sog'lik, shu orqali butun jahonning ayollariga, opalariga, singillariga, onalarimizga sog'lik, sihatlik tabriklaymiz bayram bilan. Yashang.
Rahmat, barakalla. Bilasizmi, Farhod aka, ularning shogirdlari aynan bir she'rni ham o'qib berishimizni so'ragan ekanlar. Marhamat. Sizlar uchun bo'ladi. Shogirdlaringiz nomidan qabul qilasiz. Rahmat. Rahmat. Sadoqat bog'ida ungan chechaklar, yulduzlar yuzidan tomgan ertaklar, buloqlar ko'zida kulgan tilaklar, jannat farishtasi emasmi ayol? Bog'larga bahorni yetaklab kelgan, farzandi qoshida oy bo'lib to'lgan, ilk aytgan qo'shig'i allalar bo'lgan, jonimiz rishtasi emasmi ayol? Ko'nglim olmaganim luppi hilolim, ming bora kechirgan mening malolim, ona nuri didam mehri zilolim, Tangrining tuhfasi emasmi ayol? Rahmat. Bilasizmi, shu paytda bir ilhomim kelib qoldi. Sulton Akbariyni bir she'ri bilan yakunlasam. Marhamat. Istagim o'chmasin yongan chirog'ing, quyoshdek nur sochsin chashming qarog'ing, gar chinor bo'lsang chinordek yasha, bevaqt uzilmasin biror yaprog'ing. Bu hurmatli shogirdlarimiz uchun. Albatta. Rahmat. Albatta. Javobim. Aha. Juda ham ajoyib. Albatta, yana bir bor sizlarga yaqinlashib kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami muborak bo'lsin. Hamisha e'zozda bo'lib yuring deb qolamiz. Rahmat. 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 Rahmat, sizlarni yana kutib qolamiz studiyamizda. Asosiysi siz kabi fidokor ustozlar ko'p bo'lsin. Hayotingiz bundan-da go'zal bo'lib boraversin. Yana shogirdlar, yana o'sha keyingi avlod vakillari sizni xursand qilib boraversin deb niyat qilib qolamiz. Rahmat hammalaringizga. Rahmat, qadrli TV tomoshabinlar. Albatta bayram kunlari ustozingizni yo'qlab qo'ying. Bitta gul, bitta shirinlik, bitta tort olib, bitta gul olib, eshigini taqillatib, assalomu alaykum ustoz deb borib, ustozingiz sizga bergan bilimlarni oqlab, To'g'ri biroz aytasiz. gaplashib, energiyaga to'lib qaytib kelsangiz bo'ladi-da. Oho, ular ham xursand bo'ladi. Mana guvohi bo'ldingiz bugungi kunimiz avvalida ham o'qituvchilarimizning shunaqa shodliklari bilan sizlarga baham ko'rdik albatta. Ustozlar shuncha xotiralarni eslashdi bugun. Mana shuncha narsaga sababchi bo'ldingiz. Ikki ayolning, nafaqat ularning, balki boshqa o'qituvchilarning ham quvonchlari cheksiz ekanligining guvohi bo'ldik. Albatta, hozir bizni tomosha qilib turgan muxlislarimiz orasida uzoq yillar ta'lim sohasida ishlab, bunday olganda butun umri ta'limga, yoshlar tarbiyasiga o'tgan ustozlar bo'lishi mumkin-da. Keling ular uchun bir chiroyli qo'shiq taqdim etamiz. Albatta. Marhamat Siz uchun, azizlar. mehnatingiz uchun, bilmingiz uchun, mana shu bor quvvatingizni berganingiz uchun tashakkur. Siz juda ko'p narsalarga munosibsiz. Bu qo'shiq nima bo'pti? Olamlarni hadya qilsak bo'ladi. Lekin hozir bizda imkon bor bir go'zal qo'shiq va ko'nglingizni olish. Marhamat. Birga tinglaymiz.